Tez javob bering. Javohir, qaysi kasbga qiziqasiz? Qaysi kasbga? Aha. Ha. Tez. Voy. Tez javob beramiz. Umuman kasbga qiziqmaysizmi? Ha, shu haydovchiga yaxshi ko'rasizmi? Haydovchi yaxshi ko'rasizmi haydovchilikni? Haydovchilikni yaxshi ko'raman. Fura minmoqchimisiz? Fura minmoqchiman. Voy, pravo olish kerak-da buning uchun. Bilasizmi qaysi pravo olishni? Qaysi turdagi pravoni olishni? Bilaman. Qaysi turdagi? Yeni olish kerak. Siz olishga harakat qilyapsizmi axir? Nima dedingiz? Yerga olishga harakat qilyapsizmi deyman? Harakat qilaman. Harakat qilasiz. Xo'p, hozir yoningizda kim bor sizda? Hozir hayajon bosyapti-da sizni. Yonimda Bitta o'zingiz aldamayapsizmi? Aldamayapman. Yo'q, siz meni aldayapsiz hozir. Aldamayapman. Aldayapsiz meni? Aldamayapman. Ha, xo'p, aldamayotgan bo'lsa o'yinni davom etamiz. Sizga yana bitta savolim bor edi. Siz hozir bizni So'xli yoshlar kanalida hozir kuzatyapsizmi? Kuzatyapman. So'xli yoshlar kanaliga a'zomisiz? A'zoman. Do'stlar taklif qildingizmi? Taklif qildim. Nechta do'stlar taklif qildingiz? 10 ta. 10 ta. Yana qancha do'stingiz? 20 ta do'stingiz taklif qilasizmi? Taklif qilaman. Xo'p, rahmat, siz bugungi o'yinimizda g'olib bo'ldingiz. Tabriklaymiz do'stlar. Salomatliklaringiz bo'lsa marhamat yetkazishingiz mumkin. Men barcha yaxshilarga alangali salom deb aytaman. O'yinimga hammasiga alangali salom. Xo'p, siz mana shu raqamimizga SMS rahmat. Hozir mana shu raqamga siz o'z ismi, familiyangizni va qaysi yo'nalishda g'olib bo'lganingizni SMS tarqatib yuborishingiz yaxshi bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Shunga yana bitta ishlandik, Xudoga shukr. Shuning uchun fursatdan foydalanib oqshom bayrak barcha yoshlarimizga xayrli o'tsin. Va albatta keyingi qo'ng'irog'imizni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli eferdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizni jajjigina muxlisamiz. Nega Ozodbek? Ozodbek muxlisimiz ekan. Ozodbek qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? So'x tumani qaysi mahallasidan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir? Chashma. Voy, chashmaliklarga alangali salom, chashmaliklarga alangali salom. Xo'sh, qaysi o'yinda ishtirok etmoqchisiz? Ha, yo'qda o'yinda ishtirok etmoqchisiz. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, vaqt belgilab olamiz. Necha yoshdasiz? O'yin boshlandi. 8 yoshda. Yoningizda kim bor? Dadingiz borlarmi? Onam bor. Onangiz bor. Onangiz hozir sizga yordam beryaptilar, ha? Ha. Voy, qanday qo'ydingiz Ozodbek. Qanday qo'ydingiz okajon. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yana o'yinga tayyorgarlik qilib qolamiz. Ozodbek, rahmat. She'r aytmoqchisiz. Qanday sizlar? Diyori Xushavoyam O'zbekiston, Amini Purtaqoyam O'zbekiston, Salavatoy bandar va tarannum namoyon O'zbekiston. Rahmat. Keling, hozir O'zbekiston haqida aytingiz. Mana shu So'x haqida bir to'rt qator aytib beray. Jannat yetib xushhavoy So'ximan, vatan go'yam turon modar So'ximan. Ozodbek, qo'ng'iroq uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Mana shunday muxlislarimiz qo'ng'iroq qilishdi. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Mana hozir jonli efirimiz tiklanibdi-da, hozir YouTube'da nimagadir aloqa sifati pastligi sababli o'tirib olishga tayyorlandik. Aloqa sifatimiz pastroq bo'lganligi sababli mana hozir bog'lanish imkoniyati juda qiyin bo'lyapti. Buning uchun bizni tomoshabinlardan uzr so'raymiz. Hurmatli vatandoshlar, albatta qo'ng'iroqlaringizni jonli efirda o'sha biz aytib o'tgandek 99 996 4409 raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tolbaga endi ba'zi nimalarda negativgan bo'lyapti, lekin buni barchasi shu So'xli yoshlarimizni bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Shuning uchun biz deymizki, qo'llab-quvvatlashadi degan niyat bilan shu loyihani boshlaganmiz. Kelgusida Xudo xolasa bizga hobiylar topilyapti. Hozir biz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz degan. Albatta, bizda navbatdagi qo'ng'iroq bor, demak javob beramiz.
Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, oqshom xayr bo'lsin, tanishamiz. Assalomu alaykum. Rahmat, shuma nazmi? Eshad, man Abdihay G'aznov telefon qilishim. G'aznov biz salom yo'ltashi, nomi shuma chiz, nomi nasab shuma? Nomim Suhudin. 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 Chand bor albatta efir mo'yimiz suhbat qiladi. Gap qo'ldan unda yo'lda bo'lash kerak. Shuma dar hamин kanali mo a'zomi dar suflik yoshlar. A'zo. Xo'p, qadam boziro albatta davom etaymi shuma? Man bo'zni nomova. Nomxo. Xo'p, davom etgan noshan tayyormi shuma? Tayyor. Nomma Sari harfi oxiri harfi nima? agar takliflik nomma Qara harfni o'qib yakta harfi tanlaganda agar maktab bozgilar nazm shu. Bu yakta nom bo'lganligini va yakta harfi masalan A-mi yo B-mi faqat bitta bering. Xo'p, beva. Beva. Bahodir. Barno. Bahrom. Baro. Buri. Bahodir. Bahodir ham guftam. Ha, Aha. Boyib. Botir. Begman. Bobir. Tez. Botir. Botir ham guftam. Ha, sen Aha. Tez. Bahronat kelan. Bahrom ham guftam. Birxon. Bir xona guftam, men Begali guftam. Ha. Tez davom eting, tez. Navshan boshqa xayr ko'rish qardan ba albatta majbur mishlar. Barhayot. Ha. Barhayot hayotmi? Ha, xo'p, barhayot o'sha davom eting. Lekin onda haqi. Ha, xo'p, navshan men bikka ham undan bikka. Ikki, shuni bitti. Aha. Shuni bikka va she'rga yo'l shuni. Tez davom eting. Barchinoy, men bikka va she'rga yoptam. Boboya yoptam, boboya. Bo'lyapti. Ha. Begoyim. Behnoza. Behnoza. Ha, Behnoza has. Behruz shutku, yo'lashibmi? Ashidga. Behruz navshan, Behnavshan joyi Behruz ba muhabbatashimo men memonam. Hoş. Voqijon. Boqijon ham undan, Boqijon. O'qigan dedi nom berishsa. Albatta. Baxtiyor. Baxtovar. Baxtiyoradagi. Baxtovar navzga. Manzurdagi. G'uftedmi? Boymurod. Boymurod ham undan, Boymurod. O'ymiro. Aha. Beknor. Boltaboy. Birovlardan aytib, Bahriddin ham undan, Bahriddin. Bahriddin. Davom eting, Bahriddin bahasmi? Yak, du, Baxtovar o'sha Bunafsha. Yak, du, se afsus nayofteda va shuma salomatlik qilganim dafaydiga albatta bamo zang. Salomat bo'lishing, rahmat. Salomat kerak. Rahmat. Batisi deb sizlarga Demak, Tolib aka bizda qo'ng'iroq bor. hozirgi raqam o'qi. Qaysi hozirgi? Ro'kaba yegish qo'ng'iroq qabul qildik hozir. Keyin ro'yxatga beramiz. Facebook shimochib jibaning. Hozir bir efir bilasizmi? Hay davom eting, Facebookga ochib bering bo'lsa, o'shanda keling bo'lsa yana bir qo'ng'iroqimiz bor, qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 9145 raqami tanishamiz, ismi sharifingiz? Tariq mahallasiga alangali salom. Bilasizmi, men hozir bir narsa esimga keldi. Mana shu So'x tumanimizdagi T harfi bilan boshlanadigan mahallaning nomini qo'ydik, lekin afsuski bizni albatta ishtirokchilarimiz bu mahallani topishmadi. Hurmatli tinglovchilar, Chashma mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Tariq mahallasi bor, tog'ning yonginasida joylashgan. Shundaymi? Shuni yana bizga xizmatchilar hozir loyihalar turdiyu, respublikaning qarorida. Aha. O'sha yo'lda Tariq mahallasi. Tariq mahallasi alohida e'tiborimizda. Ha. Xo'p, o'yinga tayyormisiz? Tayyorman. Qaysi yo'nalishni tanlaymiz?
Qo'shiqni top. Men sizga qo'shib qo'yib beraman. Qo'shiqni topsangiz bugungi o'yinimizda g'olib topasiz. 4 ta qo'shib qo'yib beraman sizga. Tayyormisiz? Tayyorman. Ketdik. Xo'sh. Abdujalil Qo'qonovni hujjatlar. Yo'q, adashdingiz. Sizga imkoniyat beraman. Bu albatta xonandamiz. U ham Farg'onadan Abdujalil Qo'qonovni mahalladoshlari desam adashmasam bitta tumandan. Xo'p, keling bo'lmasa keyingi qo'shiqni qo'yib beraman sizga. Mana ketdik. Xo'sh. Topdingizmi? Yo'q, topolmadim. Ya, bo'lmasa siz bilan xayrlashamiz. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Salom. So'xli yoshlar kanalini kuzating. Hozir jonli efirdagi ovozimiz So'xli yoshlar kanalidan joylashtiriladi. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Mana shunday bizni tinglovchilarimiz So'x tumanining har go'shasidan mana hozir Toshkent viloyatidan qo'ng'iroq bo'ldi. Va albatta navbatdagi qo'ng'irog'imiz 2639 raqamdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Marhamat, qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Alaykum. Tanishamiz, ismi sharifingiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Chunmoqchadan. Nima dedingiz ismingizni? Shohjahon. Aloqa sifatini yaxshilashga harakat qiling, aloqa bor joyga chiqing. O'yinga tayyormisiz? Tayyorman. Qaysi yo'nalishni tanlaymiz? Hayvonlar yo'nalishimiz bugungi o'yinimizdan chiqib ketgan. O'yin afishamizda ko'rsatilganmiz. Hayvonlar yo'nalishi yo'q. Qo'shiqni top, matnni top, she'r aytib beramiz, keyin ismlar yo'q va albatta sport yo'nalishi So'x tumanini bilasizmi? Marhamat, sport yo'nalishi bilan biz aziz insonimiz, hamkasbimiz Ravshanbek Komilov bilan sport yo'nalishida o'yinda davom etamiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, tayyor bo'lsangiz, sportni qaysi yo'nalishiga qiziqasiz? Voleybol. Futbolga qiziqmaysizmi? Hammasiga qiziqaman, shu voleybolga qiziqaman. Demak, sizga 1 daqiqa vaqt davomida savollarni o'qib eshitiraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, g'oliblikni qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, boshladik. Asosan futbol haqida ekan, tez-tez javob berasiz faqat. Manchester United tarixida eng yaxshi to'plar. Manchester United klubi tarixida eng yaxshi to'plar. Tezlashamiz faqat. Tez. Manchester. Tayyormisiz javobga? Sizga imkoniyat beraman, o'qib eshitiraman. Premier Liga ishtirokchisi Leicester jamoasi qaysi mavsum Angliya chempionligini qo'lga kiritgan? Shu futbolga nimani yordam voleybol haqida hozir hammasiga qiziqaman dedingiz-ku. Mayli, voleybol haqida savol beraman. Voleybol so'zining ma'nosi? Voleybol so'zining ma'nosi degan ma'noni bildiradi. Volley urib qaytarmoq, bol ko'ktok. Endi to'g'ri deb qabul qilaman. Voleybol maydonchasining o'lchamlarini aytib bersangiz? Umumiy maydoni 8 metr. Kengligi 9 metr. Standartini aniq to'g'ri aytib bersangiz, keyingi savolga o'taman. Nimani ekan? Standart belgilangan davlat standarti voleybol maydonchasining o'lchamini to'g'ri aytib bersangiz, keyingi savolda o'qib eshitiraman. Uzunligi 18 metr. Kengligi 9 metr. 6 kishi o'ynaydi, 1dan 6gacha Keyingi savolni o'qib eshitiraman. Voleybol to'pining og'irligi necha gramm?
Juda ham xursandmiz. Yoshlar shousida uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. O'yinlarimiz shartlari bilan tanishmisiz? Tanishman. Qaysi o'yinda o'ynaymiz? Qo'shiqni topmiz. Qo'shiqlarda hozir sizga 3 ta qo'shiq qo'yib beramiz. Agar to'g'ri topsangiz bugungi o'yinimizdan g'olib deb topilasiz. Tayyormisiz? Ketdik mana. Diqqat bilan eshitasiz, marhamat. Xo'sh. Xo'sh, topamiz. Qatti balandlik. Yo'q, qaddi baland emas. Yana bir qo'yib beramiz. Buni bering. Yana bu sizga imkon berishim mumkin. Albatta o'sha qaddi balandlik qo'shiqning muallifi mana shu Jahongir Otajonov ijro etgan bu qo'shiqni. Ha. Topmadingizmi? Yana bir sizga, Janon bilaman. to'ppa to'g'ri, bu albatta Janon bo'laman qo'shiq edi. Yana bir sizga imkon beraman. Marhamat, ketdik keyingi qo'shiq. NBK Studio nuqta. Xo'sh, ketdik mana keyingi qo'shiqimiz. Xo'sh, Bemehrjinam. Bemehrjinam kim ijro etgan bu qo'shiqni? Bemehrjinam. Kim ijro etgan? Qaysi qo'shiqchi ijro etgan? Juda ham to'g'ri. Bu xalqimizning sevimli xonandasi Ulug'bek Rahmatulloyev. Juda ham to'g'ri. Keyingi qo'shiqni eshitamiz. Xo'sh, O'shalar. yo'q, mojalar emas, adashdingiz. Yana bir imkoniyat beramiz. Topmasangiz xayrlashamiz. Eshiting. Topdingizmi? To'qimlar bering. Imkoniyatni berdim. Hozir qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Farg'onadan. Farg'ona shahridamisiz hozir? So'qlik yoshlar kanaliga a'zomisiz? Ha? So'qlik yoshlar kanaliga a'zomisiz? Telegramdagi A'zom. Xo'p, qo'ng'iroq uchun rahmat. Yana qo'ng'iroqni kutib qolamiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Mana shunday albatta Farg'onadan ham bizga telefon qilib mana hozir o'yinimizda ishtirok etadigan, ishtirok etish niyatida bo'lganlarimiz ham yo'q emas. Hurmatli muxlisalarimiz, sizdan uzr so'raymiz. YouTube tarmog'imizda ozgina muammolar bo'lyapti, ozgina kamchiliklar bo'lyapti. Shuning uchun kamchiliklar bo'lganidan shunday ekan uzr so'raymiz va albatta bizga qayerdan qo'ng'iroq qilishingizdan qat'iy nazar, ya'ni +998 shuning uchun sizlar qo'rqmasdan bizga bemalol bog'lanishingiz mumkin, hurmatli vatandoshlar, hurmatlilar va albatta ijtimoiy tarmoqda tomosha qilayotgan hurmatli yurtdoshlar. Hozir sizlarni YouTube tarmog'ida kelgan nomalaringizni o'qishga harakat qilamiz va albatta ularni navbatma-navbat o'qiymiz, hurmatli vatandoshlar. Ravshanbek, mana hozir bizda g'oliblarimiz ham juda ham ko'p, biz bundan juda ham xursandmiz. To'g'risi, g'oliblar shuncha ko'p bo'lsa, bizga shuncha yaxshi, chunki bo'sh vaqtlarni mazmun o'tkazayotgan yoshlarimizga bir imkoniyat, bir bilimlarni sinab ko'rishadi. Mana hozir So'x tumani haqida, diyorimiz san'atkorlari haqida albatta yo'nalishlarimiz bor. Juda ham to'g'ri, Tolib aka, bu loyihani o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarimizni dunyoqarashini kengaytirish, albatta ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, shunga asosiy e'tiborimizni qaratganmiz. YouTube'da bizni nomerimizni so'rashyapti, Tolib aka nomerni yana bir marta takrorlab yuboramiz. Hozir administratorimiz hozir nomerni yozishadi, nima qiling? Международный formatda yozamiz, +998 99 bilan. Ya'ni oldiga + qo'yib 998 ni qo'ysak, mana shunda albatta 12 raqamli bo'ladi. Dunyoning istalgan joyidan bizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilib olmasangiz, band bo'lsa yana bir harakat qiling. Chunki biz har bir tinglovchimiz bilan kamida 3 daqiqadan ko'p bo'lmagan holatda suhbat quramiz. Juda ham to'g'ri. Bundan tashqari Tolib aka hozir bizni Facebook tarmog'ida ham jonli efirimiz tiklandi.
sizni bemalol Facebook tarmog'idan ham kuzatishlari mumkin. Hozir mana aloqa nomerni e'tiboringlar deb mana Facebookdan kelibdi, jicha kattalashtiramiz agar imkoni bo'lsa, SMSlarni o'qishga kattalashtiramiz. Xurshidbek Hakimov yozibdilar. Hop, yana So'xteva Millosherdan yozibdi. So'xteva Millosher albatta YouTube'da ham juda faol bo'lgan insonlarimizdan, to'g'risini aytadigan bo'lsak, va bizda navbatdagi qo'ng'iroqimiz bor, ularni ham albatta qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqshom xayrli bo'lsin, tanishamiz. Jonli efirdasiz, yoshlar shousidan. Marhamat, tanishamiz. Afsus, bu muxlisimiz bilan aloqamiz yaxshi emas, shuning uchun qaylashga majbur bo'lamiz. Shunday ekan, hurmatli tinglovchilar, hurmatli tomoshabinlar, jonli efirga chiqishdan oldin yaxshi aloqa bor joyga borib, bir marta sinovdan o'tkazib, keyin bizga aloqaga chiqsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki sizning ovozlaringiz jonli efirda biz ham eshitishimiz kerak, ham albatta jonli efirda ovozlaringiz yozib olinyapti. Nomerni aytaylik deyishyapti, yana 99-996-4409 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin bemalol. 99-996-4409 albatta peshashba +998 +998 albatta raqamga zangzanet bu xizmati shum. Davom etamiz Ravshanbek. Mana hozir nomalarimiz juda ham ko'p. Yana yozishibdi. Yoshlar shou mana raqamlarni ham yozib qo'ydik. To'g'risini aytadigan bo'lsak, bugun YouTube'da aloqamiz buncha yaxshi bo'lmadi. Shuning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Keyingi sonlarimizda, keyingi Xudo xolasa yangi efirimiz nasib bo'lsa, ertaga juma dam olamiz va shanba kuni Xudo xolasa 19:00 da yana qo'ng'iroqda qabul qilamiz mana shu raqamlarni. Albatta, To'g'ri aka. Sizda keyingi qo'ng'iroqlar Marhamat, qabul qilamiz 19:22 raqamdan qabul qilamiz. Assalomu